Rebrandingdan keyin sotuvimiz eng kamida 2 karraga o'sdi. Meni ismim Jahongir Toshmatov, Softwell kompaniyasining asoschisiman. Bizni oldingi nomimiz Soft edi. Star of the East juda ham uzun edi va uni patentlash mumkin emas edi. Biz uni olib tashlab, o'rniga patentlab bo'ladigan ismni qo'ydik va bundan maqsadimiz shu dunyo bizni tanishi uchun. Rebrandingdan keyin hamma bizni tanishni boshlashdi. Sotuvimiz eng kamida 2 karraga o'sdi. Bu hali boshlanishi, yana o'sishda davom etyapti. Mountainni menga bizning ustozlarimiz taklif qilishdi va men ustozlarim ko'p narsani biladi deb ustozlarimga ishonib Mountainga bordim. Shuni ayta olamanki, adashmanman, hammasi zo'r chiqdi, ko'ngildagidek chiqdi. Faqat Mountain tavsiya etaman. O'zim o'rtoqlarimga hammasiga faqat Mountain taklif qilib qolardim. Tez, qulay, ishonchli